Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpischilar. Birga Inshoot yo'lindamiz, ko'rib turganingizdek. Ba'zi taraf bizada Burran, ikinci zapravka, avtobuslar ham yurib turibdi. Bağımız esa svetofordan o'ngga bursangiz Sputnik. Aryan taraf bizada G'alaba, Shovot ketaveradi. Bugungi videorolikimiz uy-joy narxiga boshlanadi. 1 qavatli hovli sotiladi. 200 kvadrat metrlik. Demak do'stlar, ikinci zapravkadan aylanib kelaverasizlar. Yana shu yo'ldan kelaverasizlar. Like o'shadan chiqmasin do'stlar. Anjani chiqaramiz. Assalomu alaykum Xorazm Info abonachilari. Boran zapravkandagi hovli joyimizga yetib keldik. Sizlarga shundan ashtirsak. Bo'ladi. Mana hovli joyimizning fasadi ozgina ko'narak, ozgina bir fon bersa cho'tki bo'ladi, xudo xolasa. Aldilari istashga bo'lgan, gazon mestalari bor, rekina daraxtlarimiz bor, meva berib turibdi. Oynalarimiz ana aqua plastikdan bo'lgan, reshetkalari tortilgan. Tushunarli. Eshiklari yana chiqib turibdi, svetniki, gazniki, eshiklari damir eshikdan bo'lgan, setka eshiklarimiz ham bayna. Sana görsak, bismillah. Dalon ber ha? Bir dalon al. Dalonimizga girishda yana o'tiradigan yerlarimiz bor. Bu yan tarafda suvimiz bor, issiq sovuq suv bor. Gelib turibdi, farqlar tortilgan. Bu kotel orqali xonadonimiz qizadi. İşlab turibdi polni, gazimiz bor. Chapga kiradigan bo'lsak, bu yerda zalimiz joylashgan. Zalimizni enidan 4 metr, uzunligidan 8 metr bor. Tushunarli. Bu yerda ikkita donlashimiz hamma narsasi ketadi. Polimiz taxta pol, foni, ko'na fonda turibdi, oddiy fon berilgan. Pataloqlari gipsakardondan, oynalari plastik oynadan, reshetkalar qo'yilgan, otopleniyasi bor. Keyingi xonasini o'tadigan bo'lsak, ikkinchi xonasi spalni. Bu yerimiz eski spalni turibdi hozirda. Bu yerimiz ham oddiy fon berilgan, patoloqlari gipsakardon. Hamma narsasi ketadi, oynalari bu yana qarab turibdi, havo aylanishi uchun. Bu yerdan doğru o'tadigan bo'lsak, kuxnyamiz yana. Kuxnyasi ham katta. Bu yerda gaz plitasi qoladi, xolodilnik bilan mikro'o'lov pechkasi ketadi. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Kuxnyadan doğru o'tadigan bo'lsak, sanuzeli. Bu yerda avlusi yana suvni qizdirib beradi, issiq sovuq suv bor, kelib turibdi. Oynalari bor, portishkasi boq tarafga qaragan, fon oddiy fon. Kuxnyadan chapga kiradigan bo'lsak, kattalarning spalnisi. Bu yerdan hamma narsasi ketadi, bu ham oddiy fonda, oynalar qo'yilgan, reshetkalari tortilgan, otopleniyasini batareyalari o'tgan, polimiz taxta pol, kraskalangan. Kuxnyamizdan doğruga chiqadigan bo'lsak, bog'imiz. Bog'imiz ham kattagina. Kraskalari bor oddiy. Yana bog'imiz katta. Chap tarafimizda letniy tualeti joylashgan, hojatxonasi. Narxi nechasimi ekan? Narxini keladigan bo'lsa 520 deb turibmiz, kelishiladi. Variantlar bormi? Variantlar bor va Sharniqat markazidan bo'lsa, 2-3 etajdan bir xonali, 2 xonaliga barter bor. Kelishilgan holda. Buni telefonlarimiz ekran ostida turadi, bemalol bog'lanib, telefonlashishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, telefon ro'yxati barter men korpusi. 1 yoki 2 xonali. 2-3 etajdan. Ekranda nomerlarni qoldiramiz, olib chiqarasiz do'stlar. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.